Afsuski odamlar zerikarli hayotidan chiqa olmaydi. Afsuski odamlar orzulariga yetisha olmaydi. Chunki ular oldiga katta maqsad qo'yishmaydi. Katta maqsad qo'yishdan qo'rqishadi. Chunki katta maqsadga erishish qiyin deb o'ylaydi yoki erisha olmayman deb o'ylaydi. Ko'pchilik komfort zonada yashab yurish normal deb o'ylaydi. Komfort zona odamni oson hayotga o'rgatib qo'yadi-da, lekin odam o'sha maqsadlariga, o'sha orzulariga erishish uchun imенно o'sha komfort zonadan chiqish kerak. To'g'ri, O'zbekistonda bu oson emas. O'zbekistonda ko'p narsaga erishish qiyinroq bo'lgani uchun ko'plar chet elga chiqishga harakat qilishadi. Lekin chet elga chiqib ketganlar, nimagadir erishganlar yoki O'zbekistonning ichida nimagadir erishganlarni ko'rib turib, uni omadi kelgan, uni ota-onasi nimadir qilib bergan, unga kimdir yordam berib yuborgan, uni tankasi bo'lgan degan gaplar tug'iladi. Bunga qarshi bitta narsa aytmoqchiman. O'zi dunyo bo'yicha statistika bo'yicha 79% millionerlar o'zini kuchi bilan millioner bo'lishgan. Ya'ni kimdandir pul qolgan emas, o'zini harakati bilan, o'zini kuchi bilan o'sha millioner uroveniga erisha olgan. To'g'ri, siz aytishingiz mumkin, O'zbekistonda millioner bo'lish qiyin. Lekin hamma millioner O'zbekistonda so'moviy dollarli millioner haqida gapiryapman. Dollarli millioner bo'lish O'zbekistonda qiyin, to'g'ri, lekin uni ham ilojisi bor. Nechta ko'p odamlar Lamborghini'da yurishibdi, qimmat mashinalarda yurishibdi. Millionerlar O'zbekistonda bor, biznesmenlar bor. Lekin eng qiziq joyi shundaki, hamma ham millioner bo'lish oldiga maqsad qo'ymaydi. To'g'ri, nimagadir erishish, qanaqadir ham yaxshi mashina sotib olish, yaxshi uy, yaxshi hayot o'ziga xohlaydi. Buning uchun yoki chet elga chiqib ketish kerak yoki O'zbekistonning o'zida ko'proq harakat qilish kerak. Afsuski, mana shu narsani ko'plar tushunmaydi. O'rtacha harakat bilan o'rtacha hayot kechiradi odam. O'rtacha harakat bilan o'rta maqsadlarga erishadi. To'g'ri, siz aytishingiz mumkin, O'zbekistonda millioner bo'lish oson emas. Aslida dollarlik. O'zbekistonda hamma so'moviy millioner-ku baribir, to'g'rimi? Lekin sizning maqsadingiz dollarlik millioner bo'lsa yoki boshqa katta maqsad bo'lsa, hech kim sizga chet elga chiqib ketishga xalaqit bermayapti. Maqsadingiz O'zbekistonda rivojlanish bo'lsa, O'zbekistondan chiqib ketishingiz ham shart emas. O'zbekistonning o'zida ham rivojlansangiz bo'ladi. O'zbekistonda yashab turib ham katta maqsadlarga erishayotganlar bor. To'g'ri, nisbatan qiyinroq bo'ladi, lekin ilojisi bor. Men Ucell kompaniyasida oddiy ishchi bo'lib ishlab yurganimda o'zimga shu savollarni berishni boshlaganman-da. Hayotimda nimaga o'zi erishmoqchiman? Katta maqsadim nima? Ucellda injener lavozimida 4 yil ishlaganman. 4 yilda ведущий injener darajasiga yetganman. Oldimda meni o'zi nima kutyapti degan savol eng birinchi bo'lib tug'ilgan. O'shanda men $1000 oylik atrofida olayotganimda отдел boshlig'i 1,5 million olardi. Texnik direktor adashmasam $2,5 million atrofida edi. Shu meni limitimmi degan savol ham meni qiynashni boshlagan. Chunki oldimga katta maqsad qo'ysam, bu limitlar menga juda ham kichkina bo'lib ko'ringan va chet elga chiqib ketishimga imенно shu sabab bo'lgan. Amerikaning bitta mashhur gapi bor-da va u menga qattiq ta'sir qilgan. Sky is the limit. Osmon bu limit. Amerikada imkoniyatlar osmon darajasigacha cheksiz. Lekin bu imkoniyatlarga erishish uchun qanchalik qiyinchiliklardan o'tish kerakligini faqat musofir odam biladi. Ya'ni musofir, oilasi bor musofir odam undan ham yaxshi tushunadi. Oilamni boqish uchun, ham o'qishimga to'lash uchun, ham yashashim uchun juda ham ko'p ishlashimga to'g'ri kelgan. Amerikada ishlab, oilasini haftalab, oylab ko'rmaydigan odamlar bor. Men ham shunaqa toifada bo'lganman. Haftalab oilamni ko'rmasdim, faqat uxlagan uyga kelardim. Chunki o'qishga, ishlashga vaqtim yetmasdi. Juda ham ko'p o'qirdim, juda ham ko'p ishlardim. Lekin har doim tushunardim, har bitta odamning imkoniyatlari chegarasiz va u insonga faqat to'g'ri yo'nalishda harakat talab qiladi va Xudodan so'rashni albatta talab qiladi, to'g'rimi? Bu yoqda men tushuntirmoqchi bo'lgan narsam, harakatchi qattiq harakat bo'lish kerak, shunchaki harakat emas. O'rtacha harakat bilan o'rtacha hayotga erishsa bo'ladi. Lekin yaxshi hayotga qattiq harakat bilan erishsa bo'ladi. Shuning uchun siz shunchaki harakat qilsangiz, shunchaki urovingda topib ketaverasiz. Men o'ylashimcha, hayotida qattiq harakat qilgan odamlargina o'sha pastki urovingdan tepaga urovingga chiqa oladi. Amerikada statistika bo'yicha, butun dunyoda statistika bo'yicha 79% millionerlar o'zini kuchi bilan millioner bo'lishgan. Siz o'sha 79 ga kirmoqchimisiz, yo'qmi? Sizga bog'liq. Xuddi shu sababga ko'ra men ham harakatimdan to'xtamaganman, o'qishimni bitirib ishlaganman Amerikada. Keyin 1 yil ishlagandan keyin yana o'qishga qaytishimga to'g'ri kelgan, vizam ushlab turish uchun. Chunki studentlar
vizasini ushlatish uchun постоянно o'qishda bo'lish kerak. Valetda yugurib yuribdi mashina olib kelishga. Chet elda ishlab o'qiyotgan studentlar meni juda ham yaxshi tushunishadi. Oilasi bilan ishlab o'qiydiganlar undan ham yaxshi tushunishadi. Lekin qattiq harakatni o'zi yetarli emas. To'g'ri yo'nalishda izlanish qilib, to'g'ri yo'nalishda harakat qilish kerak. Meni bunaqa izlanishim meni ishimdan tashqari yana investitsiya qilishga olib kelgan, chunki investitsiya qilish juda ham muhimligini men tushunib yetganman. Xudoga shukr, o'sha investitsiyalarning orqasidan passiv daromad olishni boshlaganman. Daromadim oshishga imkon bo'lgan, yig'ilgan pulimga men o'zimni va moliyaviy statusimni yaxshilab borganman. Orzumdagi uyni sotib oldim, orzumdagi mashinani sotib oldim. Har yili oilam bilan bir necha marta sayohat qilishga ham imkon topaman. Rivojlanishim uchun investitsiya qilishga pulim bor. Bu hammasi to'g'ri yo'nalishda qattiq harakat qilganim. Shunchaki harakat emas, to'g'ri harakat va to'g'ri va qattiq harakat. Shuning uchun sizga ham taslim bo'lmaslikka maslahat beraman. Orzungizdagi hayotingizga erisha olasiz. Faqat to'g'ri yo'nalishda harakatda davom eting va kanalni subscribe qilib, podдержка qilib kuzatib boring. Bu videoni olish uchun men chiroyli joyga keldim. Bunaqa Ferrari'larni, Lamborghini'larni ko'rsatishga, BMW'larni ko'rsatishga subscribe qo'yinglar. Bundan ham qiziq ma'lumotlar bo'ladi, bundan ham qiziq videolar bo'ladi. Kanalni podдержка qilib subscribe qilib yursanglar, tanishlar bilan, yaqinlar bilan ulashib borsanglar, sizlarga ham foyda bo'ladi, menga ham foyda bo'ladi. Hammaga rahmat.